Assalomu alaykum do'stlar. Bugun men sizlarga 1,5 sotuvdan 2 sotix yer maydoniga qanaqa loyiha qilish mumkinligini ko'rsatib bermoqchiman. Boshladik. 1,5 sotuvli uyimizni joylashuviga keladigan bo'lsak, demak old tarafdan ko'cha o'tgan, yo'llari qo'shilari bilan o'ralgan. Uyimiz orqa tarafga taqalgan holatda va kichkina hovli berilgan holatda joylashtirilgan. Ko'chadan kirganimizda darvozaxona bilan kiriladi va bitta mashina qo'yishga joy bor. O'ng tarafda ozgina zelena zona ham berilgan. Demak, birinchi qavatga ko'tarilamiz, eshigidan kiramiz. Bizani hol kutib oladi. O'ng tarafdan ikkinchi etajga ko'tarib ketishingiz mumkin. Kelganda oyoq kiyim yoki kiyimlar yechish uchun garderob, oldida umumiy sanuzel. Chap tarafimizda taxta bruslar bilan orasi ochilgan holatda, dizaynerskiy holatda joylashtiriladi va bu yerda umumiy xona bo'lgani uchun divanli zona va televizor qo'yiladi o'tgan.